Birinchida bunday uy quriladi deb hech ham o'ylamaydim. Agar shunday uy ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyga yozib keting. Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga keyingi navbatdagi Saltatan uyimiz. Yer maydoni 20 so'tik, chorvog'i polniy aylangan uyimizni reklamaga qo'yib Uyning ichining obzorlarini ko'rib chiqamiz. Endi bir dana-dana etib tushuntirishning hech keragi yo'q. Hamma yeri pishgan kirpishdan solingan, zaborlar ham quyilgan. Kerak bo'lsa salmalarnicha quydirib ishlab qo'yibdi. Salmalarni ham ishlab quydirgan. Peskga qarab 70 santima quydirgan, 80 santima. Uyning g'irda-varaga polniy zabor aylangan, pishgan kirpishdan zaborlarda. Uyning o'zi ham 2 etajga moslashgan, podoshka bilan quyilgan. Xonalar ham, proyektlar ham zo'r ishlangan. Uyga gap bo'lishi mumkin emas, вообще zo'r. Yer maydoni 20 so'tikdan iborat. Joy o'rtaga tushgan. Eldan ochiq, ikkiga qaptal ham orqasi ham ochiq. Joyning plani proyektlar bilan chizilib ishlangan. Endi proyektini ko'rsangiz, bu joyning bitishi вообще boshqacha bo'lib bitadi. Вообще zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'p vaqtdan beri просто hech kim kelmagandan keyin o'tlar cho'g'ilmagan, atak o'tlar cho'g'ilib bu ishlanadigan bo'lsa, uyga gap bo'lishi mumkin emas. Planlari bir salkam bir mini to'yxona qilib ishlangan. Gapdan qisqasi, hamma narsasi zo'r. Salonishlarni, podoshkalarni, kirpishlarni gap bo'lishi mumkin emas. Xonalar ham alohida, xonalarning har bir xonalarga ahamiyat berib ishlangan. Uyimiz bilan ko'rib tanishsinlar. Uyning yer maydoni 20 so'tik. Joy o'rtaga solingan. Polniy devaraga zavor bilan o'ralib yo'g'ilgan. Hatto'ni garajga tushgan. Uy emas, to'yxona, dacha bosim etib ishlangan bir ermakka salib taqlab qo'yaversangiz, ertaga bir dam olmoqqa kelishga zo'r uy bo'ladi. Adresga keladigan bo'lsak, adres Navoiyda Telma maktabdan o'tgandan keyin o'ng qo'lga ko'cha bor. Ana shu ko'chada chap qo'lingizdagi uglovoy joy bo'ladi. Agar topa olmasangiz, o'zimizga ko'rsatamiz. Bahasini keltirib olsak, bahasi 55 ming dollar aytilyapti. Qaytlarda, kelishlarda kami bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ustida gaplashaveramiz. Sizlar bilan men ixtiyorimcha bizlardan uzoqlashmang.